Assalomu alaykum. Aka-ukalar, yaxshimisizlar? Hammanglar sog' salomatmisizlar? Mana barcha musulmonlarning qiblasi bo'lgan Makka va Madinada bugun oxirgi kunimiz. Samolyotimiz Xudo xolasa bugun uchadi inshaalloh. Shunga qaytishdan oldin bir yaqin odamlarimizni eslab, ularni duo qildik inshaalloh. Shularni aytib o'tib ketay, bir aytmasam bo'lmaydi bularni hammasini. Rahmatli og'amiz, Alloh joylari jannatda bo'lsin. Oxiratlari obod bo'lsin. Gunohlarni Alloh kechirsin. Barchalarni duo qildik o'tib ketganlarimizni. Shuni qatorda og'amizni ham duo qildik. Umra badallarini qildik inshaalloh. Shuni qatorda bitta narsa aytmoqchiman. Bu kishiga xizmat qilgan insonlar juda ham ko'p bo'lgan. Behisob desam ham bo'ladi. Uzoqdan turib, yonida turib xizmat qilganlar juda ham ko'p bo'lgan. Shularning hammasini haqqiga duo qildik. Avvalambor yangamiz salomat bo'lsin. Bu kishini xizmatlarini biz ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Yonida birga yurganmiz. Shu qo'ldan kelishicha ko'mak qilganmiz. Lekin birinchi o'rinda yangam juda ham katta xizmat qilgan. Uni endi tashqaridan ko'rmagan odam hech kimisi bilmaydi. Men doim yonida bo'lganim uchun shu tog'amni ko'ngliga to'g'ri kelib qolganim uchun ozmi ko'pmi xizmatini qildik. Shuni qatorida bizdan ham nima deydi? A'lo darajada farzandlarining xizmatlari juda ham katta. Shohjahonniki, Zohir shohniki. Men bularni qilgan xizmatlarini ko'rib, shu yerlarda mana Allohdan bularga nima narsani o'ylagan bo'lsa, hammasini ijobat bo'lishligini Allohdan so'radik. Shuni qatorida O'zbekistondagi katta insonlar, O'zbekistonni boshqarib turgan odamlar ham juda ham ko'p yordam qo'lini cho'zgan. Ayniqsa mana voyenniy gospitalimizda xizmat qilayotgan vrachlarimiz, Ilhom akamni jiyanlari bor, Feruza opam biz yonimizda billa bo'lgan, Feruza opam yonida billa bo'lganmiz. Uni qatorida Muqaddas degan hamshira qizimiz bo'lgan, Ma'mura degan hamshira qizimiz bo'lgan. Kechasi kunduzi ular ham yonida turgan. Farzandlarini endi aytmasa ham bo'laveradi. Kelinlari begonani olib qo'lidan ovqat yemasdi. Faqat kelinlari, uydagi ayollar, yangamlar o'zlari taomlarini qilib berardi. Endi ko'p joylarda eshitib qolyapmiz, cheragiga qaramagan ekan, oilasi unaqa bunaqa deganga hammasi safsata. Mana Xudo bizga shuni nasib qilib yoniga borishlikni o'zi ravo ko'rgan ekan, bizga nasib qildi inshaalloh. Shuni evaziga mashinlarga kelib turibmiz. Shu kishining duolarini ijobat bo'lganligidan kelib Allohga shukrlar qilib turibmiz. Voyenniy gospitalda juda ham ko'p odamlar qaragan. Men Turkiyalarga olib borib qaratishdi. Ashunda ham farzandlari yonida bo'ldi. Qizlari Shukrona, Behrona, mana Behronani xizmatlarini ham ko'rganmiz. Maryamxon hammalarini. Endi odamni og'ziga elak tutib bo'lmaydi ekanda insonlarda. Arqavorotdan har narsa deb ko'rar ekan. Uni ichiga kirmasangiz bilmaysiz ekan. Shuning uchun birada shu g'iybat qilayotgan insonlarni ko'rib Allohga o'zi kifoya qilsin, ularni qalbini to'g'ri yo'lga boshlasin. Bilmasdan turib birovning ustidan hukm qilmasligini xohlab qolardim. Sherali Jo'rayev hech qachon yotib qoladigan darajada kasal bo'lmagan. Sherali Jo'rayev. Chunki buni Alloh biladi. Endi sizlarga isboti bilan keltirishim shart emas. Chunki yana bitta dalil aytib ketaman. Qur'on to'xtamay Qur'on o'qigan, birga o'qirdik.
mendan ham sen o'qigin deb so'rardi. Oxirgi kunlarini ham namozlarga da o'zi o'qigan. Oxirgi kunda ham namoz o'qib olaraymi deb so'raganlari bo'lgan. Namozlarni o'qigan oxirgi kunda. O'tishlaridan shu adashmasam 7-8 soat oldin shunaqa bo'lgan. Shuning uchun hammanglardan so'rab qolaman. Sherali Jo'rayev haqida behuda gaplar gapirmanglar, ayniqsa oilasi haqida. Bularni o'g'illarini, qizlarini qilgan xizmatini, ayniqsa ayollarini qilgan xizmatini ancha-muncha inson bu darajada otaning hurmatini joyiga qo'ya olmaydi. Men mana muqaddas Ka'bada turib shuni aytaman, Alloh uyida turib men buni ko'zim bilan ko'rganman. Shuning uchun o'rtoqlar, behuda gaplarni to'xtatinglar. Sizlardan shuni so'rab qolaman. Sherakiga xizmat qilgan barchalarni mana bugun oxirgi kuni Ka'bada tavof qilganda hammasiga duo qildik. Inshaalloh hammanglarga yaxshilik tilab qolamiz. Sherali Jo'rayevning muxlislariga, yaxshi kommentariy yozib, yaxshi fikr bildirayotganlarga. Endi ko'p gapirib olgan bo'lsam, xafa bo'lmaysizlar. Gapirmasam bo'lmasdi. Salomat bo'linglar.